Hojikin dam olish maskanimizga kelishimizdan maqsad bu yerda ishchi xodimlarimiz uchun tashkil etilgan sport musobaqasini o'tkazish hamda ishchi xodimlarimiz bilan birga dam olish bo'lgan. Ko'nglimiz juda ham to'ldi. Bu o'tkazilgan sport musobaqasi uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ya'ni pensioner tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar juda yaxshi. Hamma bundan xursand bo'ldi. Xodimlar uchun dam olib ketishga yaratilgan boshqa qo'shimcha xizmatlari ham juda ham yaxshi. Suratim juda ham yuqori darajada, chunki birinchi marta kelyapman. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Yo'lchilik uchun yaratilgan shart-sharoitlar juda ham yaxshi, juda ham chiroyli. Kelib dam olib ketishinglarni maslahat beraman. Bunday tadbirlar muntazam olib borilishiga zamin yaratamiz. Xo'jakin dam olish maskani yaqinda mana ta'mirdan chiqarilgan, xonalari uchun ham dam oluvchilar uchun 3 mahal issiq ovqat va cho'milishlari uchun, dam olishlari uchun juda yaxshi sharoitlar yaratilgan. Buni ko'plab do'stlarimizga, hamkasblarimizga tavsiya qilib qolamiz. Dam olish maskanining rahbariyatiga va tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiraman. Bizda kuchli talab, meva sabzavotlar hammasi oliy narx. Shu biz endi shu ovqatlardan, shu go'shtlardan, svejiy go'shtlardan qilamiz. O'zimizda laboratoriyamiz bor, har kuni tekshirishadi. Shu mehmonlarimiz juda yaxshi ko'radi bizning taomlarimizni. Bu yerda ob-havosi ham zo'r, bizning taomlarimizni maqtashadi, yaxshi sifatli. Dam oluvchilarning minnatdorchiligi bizga juda beradi, kuch-quvvat beradi. Har yili Xo'jakent maskaniga dam olishga oilam bilan kelib turamiz. Shu oxirgi yillarda juda ham sharoitlarini yaxshi, juda ham qulay. Hamma standart xonalarigacha televizor, xolodilniklar sharoitlarini juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Hammaga tavsiya qilaman. Tabiatlari juda ham chiroyli, manzarasi, havolari toza. Yozgi ta'tillarimiz ham juda ham maroqli o'tyapti. Basseynlarda farzandlarim bilan maza qilib cho'milishyapti, dam olyapmiz. Hamma temir yo'lchilarga tavsiya qilaman.